Qo'rg'ontepa tuman inson politexnikumida 2025-2026 o'quv yili uchun qabul komissiyasi o'zining faoliyatini boshladi. 25-26 o'quv yili uchun qabul kvotasiga asosan 450 nafar o'quvchilarni politexnikumga qamrab olish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 9-sinf negizida 270 nafar qabul kvotasi belgilangan bo'lib, 292 nafar o'quvchilar qabul qilindi. 11-sinf negizida 180 nafar o'quvchilar qabul qilish rejalashtirilgan. Bundan dual ta'lim asosida 26 nafar dual ta'lim asosida yengil sanoat mahsulotlarini konstruksiyalash yo'nalishi bo'yicha gruppa to'ldi. Ikkinchi kompyuter servisga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishiga qabul davom etyapti. Bundan tashqari 11-sinf negizida 120 nafar o'quvchilarni qabulga ham 58 nafar o'quvchilar hujjatlari kelib tushdi. Politexnikumda qabul jarayoni davom etyapti. Bu yerda call center muntazam ishlab turibdi. O'quvchilarni ota-onalari bilan, maktab psixologlari bilan, maktab sinf rahbarlari bilan aloqa o'rnatilgan. Ularni tanlovda adashmaganligiga amin bo'lish uchun ular bilan bog'lanib aloqaga chiqilyapti.